Go'shtli pirogga opasi. Ishimizni nachinka tayyorlab olishdan boshlaymiz. Farsh, piyoz, svetofor bolgarskiy, pomidor, tuxum, aralashtirib, ukrop, kinza. Hammasini yaxshilab aralashtirib olamiz. Bahadirov sirlari bilan bo'lsa, taomimiz yana ham mazaliroq. Endi ekranga yaqinroq kelaylik. Ishimizni lavashimizga sir, ustidan lavash, ustidan nachinka, yana lavash, ustidan sir qilib olamiz. Shunaqa qilib, keyin xuddi videoda ko'rsatilgandek o'rab olamiz. Nega bu go'shtli pirogga opasi dedim qizlarjonlar? Chunki buni cho'shayotgan kelinlar ertalab zavtrakka mazza qilib tayyorlab berishi mumkin. 200 gradusda 35 minut duxovkaga yuboramiz. Qarabsizki, tayyor. Ishoninglar, qaynojonim ham bittada mazza qilib iste'mol qildilar. Videoni dangasamas uddabiron kelinlarga jo'natib qo'yinglar. Aytgancha, yurachani ham bosib qo'yinglar. Bilasizlar-ku, bu menga katta motivatsiya beradi. Qo'ynimni ko'taradi. Mazasiga gap bo'lish mumkin. Olinglar. Dasturxoningizga, zavtraklaringizga, piroglaringizga, pizzalaringizga eng zo'r erib chiqadigan sir qaysi desanglar, o'ylab o'tirmasdan Bahadirov sirlarini sizlarga tavsiya qilaman. Xohlasanglar Korzinka filiallaridan, xohlasanglar Sirniy Lavka filiallaridan bemalol xarid qilishingiz mumkin.